kadr axborot tizimi, aksiyadorlik jamiyati uchun maxsus yaratilgan tizim bu. Ya'ni bu bizga nima beradi? Xodim ishga qachon kelib, qachon ketgani bo'yicha avtomatik hisobot yuritiladi. Xodim ishga kelganda o'zini ishga kelgan bo'yicha ishchi kompyuteridagi kamerasini yoqib, ishga kelganini tasdiqlaydi. Ish tugagandan keyin ishdan chiqib ketishda tasdiqlash tugmasini bosib, o'zini ishga kelgan va ketganini tasdiqlab boradi. Ushbu tizimda xodimlarni ishga kelgan va ketgani kuzatib boriladi va oylik hisobotlar yuritib boriladi. Shu bilan birga bu tizimda xodimlarning xizmat safarlari va kasallik varaqalari kiritib joylab boriladi. Bu degani xodimlarning oyning boshidan va oyning oxirigacha ish vaqtlarini hisob yuritiladi. Oylik hisobotlar har bitta xodimni ishga oy boshidan va oy oxirigacha qancha ishlagan vaqtlariga qarab 15 kun va 1 oylikda avtomatik tarzda hisoblab boradi. Va bu kepay to'lashda, rag'batlantirishda, jazo qo'llashda bu tizim to'g'ridan to'g'ri hisobotni chiqarib beradi. Va undan tashqari xodimlarga bog'lanish uchun maxsus video chatlar tashkil qilingan va bu video chatlar orqali xodimlar bilan bog'lanib muzokaralar olib borishi mumkin.